Doimiy elektr panellarni yig'ish bilan shug'ullanadigan elektr ustalarimiz uchun bizda ajoyib yangilik, ya'ni shitlarni sovutadigan sovutish sistemasi, ya'ni ventilyatorlar. Bu ventilyatorimiz o'lchamlari 120, 150 hamda 200 santimetrli ventilyatorlarimiz sotuvda mavjud. Bu ventilyatorlarimizning vattlari 16, 17, 18 vatt. Undan tashqari mana bu ko'rinishdagi filtrlarimiz ham ya'ni sotuvga keldi. Bu filtrlarimizning afzallik tomonlari shuki, demak, shitlarimizga o'rnatgan vaqtimizda yonlaridan chang, to'zon kirmasligi uchun o'zini, ya'ni o'sha germetik rezinalar, ya'ni bu quyma germetiklar surilgan. Bundan tashqari mana bu ventilyatorlar to'g'ridan to'g'ri, ya'ni bu setkani o'ziga o'rnatish mumkin. Bundan tashqari bu setkamizni ichidagi filtrlari almashtirib yoki tozalab yana joyiga qaytib qo'ysak bo'ladi. Sifat jihatdan ancha mustahkam, pishiq. Bu setkalarimiz sizga nima beradi? Setkalarimiz demak o'sha elektr panellardagi ichidagi jihozlarni qizib ketgan vaqtidagi sovutishlarni bu ventilyatorimiz bajaradigan bo'lsa, u chang to'zondan kelayotgan har xil chiqindilarni o'zida ushlab qoladi bu ventilyatorimiz. Agar sizlarga bu mahsulotlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilishingiz mumkin. Qanaqa savollar bo'lsa bemalol murojaat qilinglar. Bundan tashqari yangi videolarni o'tkazib olmasligi uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqaring.